Ko'rayotganinglar Şinjan Dilkan Xalqaro savdo cheklik şirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmi. Bu filmni Şinjan Nazifa oshxona yurishliklari alohida talab qilgan. Bu filmni Mo'tabar shirkati ishlab chiqargan Ochil Chash yuyi suyuqligi va Gulim ayollar tozalik qog'ozi alohida qo'llagan. Men Dilkan Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Talat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Sağlam ozuqlanishimiz uchun yemeklik bilan bevosita uchrashadigan qochquchilarga alohida diqqat qilishimiz zarur. Shunga men sizga Nazifani tavsiya qilaman. Chunki Nazifa qochquchilari xalqaro sifat o'lchamiga yetgan sog'lom mahsulot. U sap-sapaldan yasalgan qo'g'shin suyi va boshqa aralashma moddalar yo'q. 1280 gradusda tavlanib ziyonli tarkiblar yo'qitilgan. Gül shakli qachining o'ttir qatlamiga elingan bo'lib, yemeklik bilan uchrashmaydi. Güzel hayat sağlam mahsulotdan keladi. Nazifa qochquchilari. Umid ishonchi bilan bosgan qadamlarim utuq manziliga yo'l ochgan edi. Barkatli qadamlarimda men organmiyi ishlatilgan Ochil chash sopini o'zimga hamroh qildim. Ochil jismimda ishonch nuri ichildirulsa. Ochil chash asrashdagi yaxshi hamrohingiz. Ochil organmiyi chash sopilari. Direktor, to'xtab tur. Bundaq chiqib ketsangiz qanday bo'ldi? Bir ner turing ha. Bundaq chiqib ketsangiz lider o'zal ahvol tushib qoldi direktor. Qapılmay birdam o'tirishib bering. Siz kim uchun xizmat qilyapsiz? Dadam uchunmi, men uchunmi? Hozir albatta sizga xizmat qilyapman. Siz nima deb aldaysiz meni? Aminadamdan kelishidan rostli xabarim yo'q. Men faqat chiqqanlar bil tomoq yedi deb o'ylagan. Bu sizningcha xizmat iqtidoringizni misli borligini isbotlaydi. Men ko'rishmoqchi bo'lgan odamning kim bilan bilinligini bilmayman da men. Kechiring direktor. Men faqat o'ylamabdiman. Nima bilan bo'lishini qat'iy nazar, o'zingiz tergan ishga o'zingiz mas'ul bo'ling. Meni qanday o'sal ahvolga tushirib qo'yganingizni bilamsiz? Ha? Bilamsiz? U degan dadangizning loyiqi. Kelgusida baribir bir oila kishilar bo'lib yashaysizlar. Men u xotin bilan bir oila kishilari bulamdim, bo'lmamdim o'zimning ishi. Siz aralashmang. Ha? Çayşın. Ha bu. Ekran kapat. Aman. Ayca. Akka. Bu ballarını hazırlık vakitte meylik koyup versen bombaydı deyme. Oy ulanın rayık biqi versen çok fakat yaxşı olmaydı. Ha, fakat yaxşı olmaydı. Cesur'un yaşımı bir ay berip kaldı. Ben onun küçük vaktimde bir balın dadı soğuk boğan ne yapa? Vay şu. Ana Parizat qıqarğına. Balısımçı özü bilen tanlı bop kaldı. Vay senin bu balların terektek yoğunluğunu bilen hemmimiz özmeylik koyup verip yüreşi vergen. Bula, ikinci bir gep bula. İkinci bir gep bula abad. Keldiniz mi kızım? Ha dada, ben geldim. Ben geldim. Ha buldum. Hey akka. Vay bulanın könlünü ayağını versen bombaydı yeşçü kündün çoğup gidiyordu değme. Fakat bombaydı daha. İkinci bir gep bula. İkinci bir gep bula abad. Ay burun zaman bulduğun bozcu, bundak iş çoğuyup ketken ballani, oy kıyırcık top kaptı, kıyır kızıp kaptı, deytti haqı. Şunda deytti tağa. Bir ağandın, bir açqandın gep sorma dep, bugünkü beşini ağırtmayı duraylı efkar. Beşini ağırtmayı yapalım. Koca saklavırsa değmem de. Saklamaylı tağa. Optu. Meyve. Ala akka. Cesur. Gaplarım sal qo'pol ketdi, ko'nglingizga amma. Aslida biz Barnoni aspirantlikda o'qitmoqchi edik. Lekin u sizni deb o'qishni voz kechmoqchi bo'lyapti. Agar siz Barnoni rostli yaxshi ko'rsangiz, uni to'sqinlik qilma.
Mening o qizim bek cahil. Men onunla neçə qatım paranlaşdım. Lekin o zadlı gapga kirmayotdi. Cesur, bunun hammasi Berna uchun. Men sizning shunday qila oladiganligingizga ishonaman. Gaplaringizni tushundim. Undaq bo'lsin ammo. Cesur. Sizdan o'tinay. Bo'ldi Marchay. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Jasurning uyi shumi? Shu, kirang. Yaxshimi? Men Jasurni izlab kelgandim. Keling. Keling. Ay balam. Bu qiz ajabim bir chiroyli qiz-kan, ha? Nasıl bek chiroyli ki? Jasur akamni bekitalik yaptı. Amma, kim qizga u? Ay balam. Sen bağı nöbetini ufkana tatqızıp qoyduğan boldun. Bütün ufkanın layığı ekan. Qaysan ana? Ya, Jasurning. Chaqchaqilmag'in-a. Uni qizlosi bor deb qo'yolmadi. Voy jinim balam. Meningdek mishib ko'z xotinga ishonginjimi? Ishonima. Sening ko'zing so'ng ko'nglimni o'tkirtirsan. Voy. Voy, mana kirib aramingni ala. Hey. Buchu, bu qizning loyiqligini anglab, ko'ngli kelib qoldi o'g'ay. Hey, o'zimi bilan loyiq deb tegib vaqtida. Jasur akam bekli kelishgan-a? Shunda qo'ymaychi. U degan qo'yib qo'ygandek akamning yosh vaqtiga o'xshaydigan qilsa. Balam, siz piyollarni iching. Ha, qani ilan. Çay iç. Jasurni izlab keldim-da. Men Jasurni dadisi bo'lam. Men hadisi. Ha, menchi omsi. Siz Men Jasur bilan bir maktabda o'qigan. Keyin bir doktorxonada ishildik. o ishdan qaytib kelmidi? Doktorxonada yo'qmi? Shu doktorxonadan topolmay, telefonimni faqat elimda aloqalashamay, o'sha uyda bormikin deb kelishim. To'g'ri. Ondaqda siz Jasur o'li bir maktabda o'qiganmi? Men praktik qilib hozir yenib chiqdim. Burun birga ishlabdi-ku. Qani. Ha, andichi. Hozir aspirantlik imtihoniga tayyorlab qo'ydim. Nimaga? Cho'ng maktabdan imtihonsiz. Va yaxshi bu. Bu shu bak yaxshi ekan bu. Voy, keldingmi Jasur bolam? Qaytib keldim. Ay, uyda mehmon bor bolam. Turan. Ay. Jasur? Yıkılatsa bolam. Ay, Jasur. Ay. Jasur qo'llarini og'rib ketdi. Oy, yaxshimisiz? Jasur, nega bordim? Hey, Jasur. Ma qiz chiroyli adabli qizkan-ku. Bizning Jasurg'ichu toza mos keladigan qizkan. Uyga kelgan qaraganda Jasurga ko'ngli va o'xshaydi. Uni hamda
Yine Cesur kirgende özünü sorap bakamız. Voy Cesur qachon ko'ngildikini bizga deb baqqan. Shu. Akam herkes bizga ko'ngildim demek. Shu. Telefonunu oynayığını. Kızım, fikringiz bir haqiqatim layıqım ba deb baktı sizga? Yo'q dada, deb baxmadi. Voy. Voy balkim badu dada. U ya kichik olmasa. Shuni mi so'rdim ketdi. Hey, bu qizning uyga izlab kelganiga qaraganda ikkisining munosabati odatga munosabat emas. Yurayotgan bo'lsa, so'qishib qilib telefonni olmasa, uyga izlab kelgan gap. Ay voy amma. Voy qalaymiqan gumon qilmanglar bo'ldi. Voy yeli Jasur qaytib kelsa o'zini so'rsanglar bo'lmadimi? Jan doktor deb gap tepaverdi ekansiz. Sizlar to'g'ri deydi. Qalaymiqan gap qilmag'ana? O kız ketib qoldi. Bilimiz. Ömsü ben ma to'q kapını kirgendim. Qanday qilamiz? Yeymiz. Yeyle. Meyviyanglar. Rahmat solin. Arzimaydi. Berna ne ketgandi? Men uy kelsam yo'q ekan. Telefon qilsam olmadi. Neler yürüyetken men ansirab qoldim. Yağmurda qolmaganda. Yaqindan beri u bek jimg'urilishib ketib bardi. Sen uning ishlariga aralashib olmay, uning ko'ngligini kuzib baqsan qanday? O'xshabdi balam. Voy, yo'lib ketibsan bala. Kim qiz u ajab qo'pollik ketdi va? Voy, men gap qilyapman bala. Jasur. İşikni açıp paranlışaylı. Dada, sal charchab qoldim. Aytib paranlışaylı. Jasurga nim bo'lgandi? Bu qiz ajab qo'pollik qilib ketdi. Shu qo'lidan so'rab bichora qizvalning. Bo'ldi, men bir ber taqay. Ondaroq so'zlashib berdim. Jasur. Men adam. Vrach bo'lmagan dovka. Mesela yola koşuyor. Siz kızın diye 20 çıkamam. Şikala baş dünyanmış. Adresi koyla. Riz etik kvadratlı. Siz şikala vakti münasebet misiniz? Bu şikala mı? Berna! Oy neyim oldu bana? Oy neymiş oldu? Nimancılar hem miron sürüp gitti bana. Bunca yağmurda ne yaptınız? Berna gitti bana. Berna! Berna ne oldu? Berna gitti. Berna! 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 Ayrıcampның құтысы өзгерді.
Yenisi teximi qaltis. İçimlikning chempioni Air Champ. Qalğaç markalık sopun paraşugi vədi bərkin çıxırıcı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşugi. Bu şoxluqlar mendila. Bu güzellik mendila. Bu sarxillik sendila. Her gün her joyning yarışığı parilar ming rang lavsuruqlari. Parilar. Men Dilkan Xalqaro Soda Chekish şirketi tajdorligini olgan Ota Arzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? O zodi nimidi? O zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Xatirjam bo'ling. Direktor kelgan hamma men sizga xabar qilayman. Bo'ldi, ansirma. Voy. Qachon kelgandingiz? Direktor. 3:01 saat 10'da Xamchot bilan yig'inga borasiz. Yig'in tugagandan keyin soat 2da yana bir uchrashingiz bor. Ravan shirkatining direktoridan telefon keldi. Siz bilan ko'rishmoqchi ekan. Shirkat hamkorligimiz bo'lganligi uchun ko'rishingiz shart. İmen, her düştükken işkiler baktım bak. Araban şirketinin direktörü görürsem. Bo'lmaydi direktor. Tushdan keyin soat 2 tashviqot bo'limining yig'inida qatnashasiz. Tushdan keyin yig'inni 1 soat kechiktirdim var. Direktor. Akşam Direktor, Amina Hanım'ın kızıgan kemigeligini sürüştürmeyelik meni xataligim. Lekin bununluk bilan bundan muomala qilsangiz qanday bo'ldi? İmen, axsatqa deb qo'ying. Tul keynimga agishib, chivindek kizildab ishim pishirayotmisan. Bek bizar bo'ldim. Ha. Somkalarni yig'ishtirib, hozirlam yo'qolsin. Men unda katibning keragi yo'q. Agar shunday qilsa, minnatdor bo'laman. Direktor. Yana bir gap. Bu keynimni gaqib, hamma gapni dadamni to'shimsin. Endi anglab qolgan bo'lsam, bo'sh qo'yibman. Direktor, nimandaq ko'z kichiklik qilasiz? Didir bilan atdiganda telefon paranglashganligim uchun shunday qilamsiz? Didir shu sizdan bo'ldi. Direktor, meni ipim tugimidi. Ondaqda cho'nglar bilan birga turmoqchiman. Qarang Jasur. Barna kichigidan tortib taqqacha patatib boqmagan. O seni o'yga tushunmaydi. Kıram. Ey. Ben size desem, ben bu ömrümde
tunji qatim bundaq sarangni uchirtishim. 35 yaş kirib qapmo, qig'ash kichik bo'lg'ul o'xshaydi. Bo'ldi ya, va men ochiqni pullardan chiqarsa samrib olsin. Arashma. Bundaq ishni savarcharoq bo'lishingiz kerak, hislatmadir. Men istay desam, uchu bir Belikovga o'xshaydi. Qilibboz. Men odamiyligidan mas'ul va. Uchiq chiqqan sarang. Nemişti direktör? Xislat. Meni ishxonam kirib, portmalimni menga gapiram, biz jiddiy ish chiqib qoldi. Lekin bo'lmasmiki? Nima? Voy, siz meni atdiganda ishdan bo'shatgan tursangiz, men hozir nas kerakligini yig'ishtirib, ma'moqchi bo'lib turyapman. Miyada bak muhim ish chiqib qoldi, qarang. Nima so'rabotdin? Siz hozirning o'zida mendan kechirim so'rasangiz, men hammani bo'ldi qilyapman, direktor. Siz hozirdan boshlab yana mening katibim bo'ldimi? Nima? Nim dedingiz? Men faqatlam olyamadim, direktor. Voy, hozirdan boshlab mening katibim bo'ldimi? Undaqda bugun kechki uchrashib qarsiz bu deyman. Shunaqmi? Nima? Qaysi uchrashishqa? Bamamdingiz, bo'ptamsiz, direktor. Qo'yvatdim. Ey, Xislat, bo'ldi. Qo'shilay. Bo'ldi. Ma ish biza jiddiy ishtirok qilamiga. Bo'ldi. Men hozirning o'zlik tizimini olay. O'rningizda bering, direktor. Tinchlik yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Voy, Abduljon. Oy, adash, qanday ahvoling, yaxshimi? Oy, ata, 很长时间不见你了，咋回事？北京去了。啊？到北京。北京？啊。O Beijing'e nimaga bordi adash? O'g'lim to'y qildi, shu o'g'limning to'yini qilib etib qaytib keldim, lopiy bo'lgan ekan, o'g'limning ishtig'ini ag'asi keldi. Ey, rahmat, Loliya, unutib qolmabsan meni. Ay, qonog'ing bo'lgan, seni unutib qolmayman. 老大结婚了？结婚了。这不就我了？哎呀，本来把你叫一下太远了嘛。要近一点的话，把你请一下的呀。Senin bilan to'y qilib bordim adash Beijing'ga. Chet elda ham bordim. 啊，北京怎么样？可以，这个大城市嘛，漂亮，也是个现代城市。你看那个啥，我这次到北京去以后，北京人特别喜欢吃这个切糕。真的吗？哎，白黑的干。뭔데? Şununla da oylab baksam ben yalnız işkirge verip bir dükkanda jamsaya. Oy adaş, qirg'a adam ishkirga qanday bormay qara. Bu do'konga ara yetishmayman ey. Oy adaş, hozir o'zing bormaysan, hozir to'rli do'kon ichib pul tepatmamda. To'r deganingni ya men uqmasam adaş. Uni qanday uqolmaydi ekan. Voy olimcha. Undan sonra sizga birsini tanishtiray. Tanishtirib, ikimiz birga ya sherik bo'lamdik ya. To'g'ri bir do'kon ochmamda. Ama gaping bak yoqdi menga adash. Rasmimish gap. Ras. Aka qo'lingni. Loliya, ni 挣钱厉害的很。哎，大家把我带上。行，没问题。哎，好，不要忘记了啊。不会，老朋友总会帮你的。好。 Meningcha siz dadingiz tursiz, direktor. Nimaga asosan shunday deysiz? Siz o'zingizning g'ururini cho'ng bilasiz. Boshqalarning oldida yuzingizdan tushib ketmasligini umid qilasiz. Bu meni oldimda texmi shundoq. Shuning uchun siz boyiq va'dangizda cho'qim tursiz deb o'ylayman. Hayotning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot, cheksiz tanlashlar jamgoyi. Ashu cheksizliklar ichida huzur to'g'risida aytgan chayni tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur to'g'risida aytgan chayi.
Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilish kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşuki vətibə erkin çıxırılsın. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşuki. Men Kamolat tish doktori. Tishingizni har kuni atdigan kesh 2 vaqt tomoqdan keyin cho'tkalang. Har oyda 7 kun ig'iz chayqash suyuqligini ishlating. Kamolat ig'iz bo'shliqqa asrash yurishdiki. Neçə yıldan beri yaşlarımız hazır bekar talep болып кетiyotudu, tırışmayıyotudu degan gap so'zlar bek chiqayğandı. Şununğa qarta mushu filmda balalarning tirishchanligi, balalarning shaxsiyatchiligi ayrim holatda ifodalangan. Şununğa yaşlarımızın o'ziga ishonishini, har qanday ishni, əmgigini, qadrlashini yaşlarımızning hammasinin özünün tirishchanligidan, özünün shaxsiyatchiligidan, mushu ishlarning hammasini ayirib qarab, tirishchanligining natijasidan huzur elishini, shaxsiyatchiligidan xijil bo'lishini, ota-onasining mushlar uchun qilib har bir ishiga minnatdorlik bildirishini umid qilaman. Mening balalarim yenimda bo'lmaganligi uchun hozirgi natijadan beri balalarimning qanday bo'lganini o'zim his qila olmayman. Lekin shahar turmushida hozir turmush ritmining aldirashligidan balalar ota-onasiga shunday muhtoj bo'yotidi. Bütün aq terak bo'lib turgan ota-onasi bo'lmasa, shu balalar shunday jafoda qilyotidi. Lekin aq terak bo'lib bergan ota-onalar bo'lganda bu yosh balalar texmi minnatdorlik tuyg'usi bilan ota-onasining shular uchun qilib berayotgan har bir shular uchun ajr qilayotgan, shular uchun badal to'layotgan har bir qadamlarga rahmat aytishni umid qilaman. Mushu tuyg'u suslab ketmaskan deb o'ylayman. Minnatdor bo'l ko'rgan har bir kuningdan, ranjishlar dilimdan topolmasin joy. Jilvigar gulning tikini birga, go'zal bu yuzida dog' bo'lsin ay. Jilvigar gulning tikini birga, go'zaldur yuzida dog' bo'lsin ay. Qismatlar hammaga o'xshashlar qiyin, o'zgarmas haqiqat hayot va mamot. Qalbida mamnunlik bo'lsin barchaga, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qismatlar hammaga o'xshashlar qiyin, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qanoat baxtdir, baxt qanoat. Esingdan ketmasin shu oddiy savol. Qismatlar hammaga o'xshashlar qiyin, o'zgarmas haqiqat hayot va mamot. Qalbida mamnunlik bo'lsin barchaga, hech kimga e'tibor qilmagan hayot. Qismatlar
hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxit qanoat esimdan ketmasin shu oddiy sabab esimdan ketmasin shu oddiy sabab